Optimaga uy sotishganligini ko'rganmisiz? Hech kimda bo'lmasa ham faqat bizda bo'ladi. Mana bu 3 ta kottejni bittasi sotilgan, bu yoq tarafda 4 ta kottejni bittasi sotilgan. Fasadlari buniki tayyor, uniki chalarog' edi. Ko'rib turgan edik. Birinchisi 85 ming, ikkinchisi 85 ming, uchinchisi 75 ming, o narigi chetdagi 120 ming dollarga sotilgan. Endi sizlar bilan ko'rib chiqamiz bitta. Glavniy darvozadan kirganingizda bu yoq tarafda bitta hojatxona bo'ladi, bu yoq tarafga yozgi oshxonani qilishingiz mumkin. Endi ichkarilarni ko'radigan bo'lsak, korobka holatda, bu yoq tarafda bitta oshxona bo'ladigan bo'lsa, birinchi qavatda bitta zal bo'ladi mehmonlaringiz uchun. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilganingizda bu yoq tarafda bitta sanuzel bo'ladi, bitta bu yoq tarafda kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Bu yoq tarafda yana bitta xolasangiz spalni qilib olishingiz uchun joy bor. Buni 3-qavati ham bor. Xullas, 3-etajimiz qorong'ulik uchun ko'rsatmadim, sizga tushuntirib beraman. Bitta podvoli bor, birinchi etaj, ikkinchi etaj. Xullas, 3-etaj mansarda bo'ladi. Bu yoq taraflar ham xonalar qilingan. Ushbu joyimiz Sergeli rayonida joylashgan 3-etajli 4 o'rinli joyimiz srochniy narxida 75 ming dollardan boshlab 85 ming dollargacha ham sotib ola olasiz. 1,5 sotu, 5 ta xona, 4 ta xonadan iborat. Bemalol pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Yaqinlaringlar bilan qator sotib olmoqchi bo'lsanglar, sizlarga ham zo'r variant bo'lgani uchun ko'rsatib olamiz. Bitta like bosasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Aytgancha kadastr hujjatlari tappa tayyor.